Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Moskva Toshkent yo'nalishi bo'yicha avtobuslarimiz mana pasatka jarayonlari yakunlanyapti. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qayerga ketyapsiz? Toshkentga. Toshkentga. Avtobusimiz sharoiti qanaqa ekan? Sharoiti juda ham yaxshi ekan. Xudoga shukr. Aldov bo'lmadi, yaxshi hammasi. Hammasi joyida. Sog'-salomat. Akalar, tanlovda adashmanglar. Moskva Toshkent yo'nalishi bo'yicha avtobuslarimiz aka-ukalar. O'zbekiston nomerda. Avtobusimizning ichki holatlarini ham ko'rsatib o'tamiz aka-ukalar. Avtobusimizning ichki holatlari mana. Assalomu alaykum aka. Qayerga ketyapsiz? Dushanbe, Tojikiston. Yaxshi. Avtobus yaxshimi? Nag'izmi? Avtobusimizning ichki holatlari, komfort tabirning avtobuslar aka-ukalar. Hamma sharoitlar bor, zaryadkalar ishlaydi. Ekrandagi ishonchli nomerlarga bemalol telefon qila olasizlar. Yuklar bo'lsa, yuklar besplatniy. Unaqa 30 kilo, 40 kilo deyilmaydi. Qancha yuk bo'lsa, olib kela olasizlar, besplatniy olib ketamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Avtobusimiz qanaqa ekan? Zo'r. Yaxshimi? Qayerdansiz o'zi? Andijondan. Voy, ana Andijondan. Sizlarchi aka? Hammalar Andijondanmi? Zemla ekansizlar. Yaxshimi? Yaxshi, bemalol, svobodna, anaqa tiqinmas. Aka-ukalar, tanlovda adashmanglar. Ekrandagi ishonchli nomerlarga telefon qila olasizlar. Moskva Toshkent yo'nalishi bo'yicha, Sankt-Peterburg Toshkent yo'nalishi bo'yicha ham qatnovlarimiz bor. Moskvadan reyslarimiz har kuni. Taksi xizmatlari ham bor. Taksilarimiz ham bor. Sankt-Peterburg shahridan o'zimiz olib kela olamiz. Moskvaga ketmoqchi bo'lgan aka-ukalarga.